Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sırağacaroz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslahı 2023 ayının 30. günü. Haftaga Perşembe. Bugün ıslahı sözleydiği leksiyada avval vaziyet nime deseniz, vatandaş. Ukrayna Prezidenti Zelenskiy Reis Xi Jinpingni Ukraynani ziyorat qilishga taklif qildi. Bu bir ish deyli. Ikkinchisi, Jungo Kuomintangining Tayvandagi sobiq prezidenti Ma Ying-jeou Latin Shanxay bilan ziyorat qilib bo'lgandan keyin Wuhan shahri dunyoga tuhfa qo'shgan shahar deb madhiyahladi. Afsuski, yaqinda sizlarga ko'rsatdik, anlatdik. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi COVID-19 yuqumli virusning kelish manbini surishtirilish to'g'risida Davlat Majlisida guvohlik yig'ini o'tdi. Bu Wuhan virusiga bog'liq edi. Ma Ying-jeou degan bugun Jungoga chiqib, shuni Jungo quruqligida Wuhanni maqtadi. Undan keyin Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen 29 kun New York shahriga tushdi. Xabarda ikkilik gap. Masalan, burun chegaradan o'tganda qandaq muomalaga uchraydi, bu qatim chegarada o'tdi qandaq muomala bilan qarshi olindi. Darajasi o'rladi deyildi. Anda Jungo Kompartiyasi uning pulga namoyishchilarni setib, namoyishga buzg'unchilik qilishga urinib boqdi. Lekin Tsai Ing-wen, prezident Tsai Ing-wen New York shundoq dediki, Tayvan hozir dunyoga yuzlandi dedi. Tayvan dunyoga yuzlandi dedi. Bugungi vaziyat yani shuningdan iborat vatandosh. Endi sizlarga anlatadigan leksiyamiz bu qayta takrorlanyapti, lekin bir mavzu masalan so'q munosabatlar urushi. Bu hukumat Amerika Qo'shma Shtatlarida hukumatning og'ziga chiqmayapti. Bunu ikkinchi ayda sizlarga shundoq bir mazmunda xabar anglatgan edik. Bugun ham 3-oyning 30 kuni kelganda mundaq mavzu ostida leksiya so'zlaymiz. Masalan, Amerika bilim xazinasi doklad e'lon qilib, Amerika Jungo o'rtasida so'q munosabatlar urushining pardasi ochildi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 3-oyning 30 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Jungo munosabati eg'ir darajada yomonlashayotgan bir paytda Washingtonda ta'siriy kuchga ega siyosiy tadqiqot organi xoritajchi vahbi An'ana fondi jamiyati yani 3-oyning 28 kuni seshanba doklad e'lon qilib, Amerika Jungo o'rtasida yangi so'q munosabatlar urushi boshlandi. Amerika reallikqa sagaklik bilan muomala qilishi lozim. Butun jamiyatning kuchini safarbar qilib, Jungo tahdidiga taqobil turishi lozim deb ko'rsatdi. Reallikni e'tirof qilish vaqti yetib keldi. Amerikada hozir Jungo bilan so'q munosabatlar urushi olib beryapti. An'ana fondi jamiyatining boshlig'i Robert Tess dokladning kirish so'zida yuqori qadar ko'rsatdi. Ko'p yillardan beri dunyoning yangi so'q munosabatlar urushi davri kirib kelganligini muhokama qilishdik. Lekin yana uzilmay davomli muhokama qilinib keldi. Amerika Jungo munosabatining bir shaklli ko'rilib ketishiga ergishib, nurg'unlagan kuzatuvchilar asta bu munosabatning Amerika Jungo hozirgi munosabatining real holati deb e'tirof qilishga yuzlandi. Endi bugun haftaning 2 kuni e'lon qilingan doklad Washingtonda bir bilim xazinasi e'lon qildi. So'q munosabatlar urushi allaqachon boshlandi deb ko'rsatdi. Germaniya haftalik jurnali yaqinda e'lon qilgan Amerika yangi Jungo Amerika Jungo va yangi so'q munosabatlar bo'lishi
davre kirib keldi mavzuluq tahlil maqolasi da bunda ko'rsatdi. Siyasi yo'llar ve stratejiya meselesi mutaxassislari uzundan beri yeni soğuk münasebetler vuruşunun o'ttirg'i chiqqanligini inkar qilib kelgan. Çünkü Amerika Jungo iqtisodiy munosabatlari bir-biriga bog'lanib ketgan edi. Aksaray bir tarafdan gap qilsak, Aksaray tarafdan gap qilsak, Prezident Joe Biden izsiz holda Amerika yeni soğuk münasebetler uruşuğu izlenmeydi deb ko'rsatib kelgan. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Mayli Washington da siyasi yo'llar e'tirof qilamdi, qilmamdi. Amerika Jungo o'rtasida yeni soğuk münasebetler uruşu qanot yaydirilib qolmasdan o'xshashla shuni ta'kidlaymizki, Jungo sobiq Sovetlarga selishtirganda hukukning yüksek pallasiga o'rlaganda texim iqtidorlik va texim xatarlik bir natijaga aylandi. Yoki natija deganda xatarlik bir raqobatchiga aylandi.